Xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir. Xalq isyondir, xalq olovdir, xalq o'chdir. Xalq qo'zg'alsa kuch yo'qdir, kim to'xtatsin? Quvvat yo'q, kim xalq istagin yo'q etsin? Xalq isyoni saltanatni yo'q qildi. Xalq istadi, toj va taxtlar yiqildi. Xalq istagi ozod bo'lsin bu o'lka, ketsin uning boshidagi ko'lanka. Bir qo'zg'alur, bir ko'pirar, bir qaynar, bir intilur, bir hovliqar, bir o'ynar. Yo'qlikni-da, ochlikni-da yo'q etar, o'z yurtini har narsaga to'q etar. Butun kuchni xalq ichidan olaylik, quchoq ochib xalq ichiga boraylik. Jadidlar Turkistonni ozod, obod va ilg'or ko'rishni istagandilar. Ushbu maqsadga yetishish yo'lida hatto qurbon bo'lishga ham tayyor edilar. Shunday bo'lgan ham. Zukko, kuyunchak va jafokash bobolarimiz orzulari ushalayotgan yangi O'zbekistonda ularning armon va dardlarini bilish, tuyish, endigi kunlarimiz qadriga yetish har birimizning kundalik burchimizga aylanmog'i kerak.